Xolamga kelin bo'lsam hayotim bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim. Bu yer tarafdan non qilamiz deb ularni ilab, sutni isitib tog'oraga qo'yib oldim, tuzlarni eritib, ularni solishni boshladim. Uni solgandan keyin drojka soldim. Keyin yaxshilab aralashtirib, mushlab xamirni ham o'rab qo'ydim. Bu orada xamir ko'pigicha kompot qilamiz deb hamma mevalarni yuvib tozalab, bankalarga taqsimlab sovib oldim. Biz faqat bankaga solib, ular qaynoq qo'yamiz. Bu joylarni videoga ola olmadim, chunki xamir ko'pigicha ulgishim kerak deb shoshilib potlab ish qildim. Shunaqa potrab ish qilayotganimda qaynonamni egachilar bilan akasi mehmonga yeb bo'lsa bo'ladim. Bo'ldingda hamma hovlim ivirsib yotganini, potrab yotganimni ko'rib, kelini bilan ivirslangan ekan deb g'iybatdan qilishadi. Rosa mavzu bo'ldimda deb ichimda o'ylab tursam, xolamga kelin bo'lganim esimga tushib ketdi. Xolalarim uyga kirib kirmasdan ishga tushib ketishdi. Biri tandirga o't qo'ydi, biri non yasadi, biri kompotimga yordamlashdi. Tog'am bo'lsa bolamga qarab bog'chalik ham qilib turdi. Xolaga kelin bo'lsa shunaqa joylari mazada, o'rtoqlar. Shunaqa qilib kuch birlikda deb hammamiz birgalashib ishlarni qilib olib, issiqqina yog'li nonlar bilan choylarni ham ichib oldik. Keyin sizlar bir diydorlashib turinglar dedim-da, qozonga sho'rvani solib qo'yib, oshxonalarimni ertalab pishamaganda eshiklarim o'rsib ketganda shu eshiklarimni yig'ishtirib chinni-chiroq qilib oldim. Menga o'xshab xolasiga kelin bo'lib, erkalanib, erkak kelin bo'lib yurganlar nechtamiz? Qani kommentariyaga yozib keting o'rtoqlar. Yana bitta xato narsa bor, ishlamagandan keyin ayol u erkakga ona bo'lib oladi. Kira qilsangiz bo'lmaydimi? Ana magazinda qorovulchilik qilsangiz bo'lmaydimi? Mana qilsangiz bo'lmaydimi? U o'zi onasidan eshitgani yetadimi? Bo'ldi. Obbo deydi, undan battar yo chakadi, yo ichadi, yana o'tiraveradi. Ona bo'lib olishga haqqimiz yo'q. Xo'p, sizga eringiz quloq ham solmayaptimi? Shunda joy namozga o'tiring-da. Alloh mana shu insonni menga juft qilib bergansan. Rizqimizni bitta qilgan ekansan. Sen uni qalbini bilguvchisan. Alloh o'zing to'g'rilab qo'y deb turib, o'sha 21 kunlik turmush o'rtog'i bilan qilinadigan texnikali amaliyotlar bor. Endi eringiz bilan munosabatingiz yaxshi bo'lmayotgan paytda, turmush o'rtog'ingizda ish bo'lmayotgan paytda, pul topmayotgan paytda endi sekin bolalikka qaytamiz-da. Kimda ko'rgansiz? Kimda ko'rgansiz o'sha holatda? Amakingizda ko'rganmisiz? Serialda ko'rganmisiz? Sizni erkagingizdan nafratingiz bormi? Uyingizda erkak hech qanaqa o'smaydi. Allohim, shu bandani Qurbon hayiti hurmatidan har yili baytingda ehson qiluvchi boylardan qilgin. Amin. مغرم بعينيك السود وغلاو وحلاو والشوق اللي ملوش حدود. Ayol kishida shunaqa baraka borki, unga erkak bug'doy bersa un qiladi. Un bersa xamir qiladi. Xamirdan non chiqaradi. Ayol kishi shunaqa barakali bo'ladi. Nima bersangiz, uni ortig'i bilan sizga qaytarib beradi. Erkaklar ayoldan baxtni kutmoqchi bo'lsa, mehrni kutmoqchi bo'lsa, o'zi berayotgan narsasiga qarasin. O'zi baxt berayotgan bo'lsa, 2 barobar ortiq qilib baxt oladi. Mehr bersa 2 barobar ortiq mehr ko'radi. Agar zulm qilsa, mehr ko'zi bilan qaramasa, unda ham uni aksi bo'ladi. Ayolga mehr bermasdan mehr kutayotgan erkaklar shundaylarga o'xshaydiki, quruq yerga suv quyib, bug'doy chiqishini kutib turgan erkakka o'xshaydi, odamga o'xshaydi. Shuning uchun ayolingizdan nimani xohlayapsiz? Nimani kutyapsiz? Siz o'sha narsani, masalliqlarni, ozuqalarni olib kelib bering ayolingizga. Keyin u sizga tayyorlab beradi. Hey, osinjoylar, sizlarda ham kapot qo'yib sezoni boshlandimi? Belgi sezonda men qiyom qilishni boshlab yubordim. Uyimizda ozgina qolgan gilos bor ekan, shuni bir qiyom qilib qo'yay deb, qancha chiqsa ham mayli dedim-da, giloslarimni tozalab yuvishni boshladim. Aytishadi, yozib qishga davri deb. To'g'rimi osinjoylar? Giloslarimni yuvib tozalab o'zib qarasam, shkaflarim, oynalarim hammasi chang bo'lib ketibdi. Dalada yuraverib, uyga qaramay qo'yibman. Shuning uchun bir qator oynalarimni artib, oyna deyishni qaranglar. Bizda ayni deydi. Aynalarimni artib, shkaflarimni artib tozalab oldim. Bundan gazlarimga o'tib ketdim. Gazlarimni ham tozalab, oshxonamni supurib tozalab bo'lgandan keyin meni eng yaxshi ko'rgan oltinjonim, ya'ni kir mashinamda kirlarimni yuvib, voy o'lay sharmanda, kirlarni yuvib oldim deganimga qaranglar. Kirlarni yuvgan edi, yoyib oldim. Shunaqa qilib boshqa ishlarim chiqib qolganda bankani bekitmadim, ya'ni qiyomni tugatmadim. Aytgancha biz vlog boshida banka bekitamiz deymiz. Ba'zi viloyatlarda bank yopamiz ham deyshar ekan. Sizlarda nima deyiladi? Kommentariyaga yozib keting. Shunchaki qiziqdim olsinjoylar. Bunday qilib turib Marish kunida hamma istirohat bog'iga borsa, biz ish bog'iga bordik. Yo'lda shunaqa bitta mashina sig'adigan temir ko'prikdan o'tdik, dalalardan o'tdik. Yo'lda shunaqa tor yo'ldan changga botib, loyga botib, oxiri yetib keldik. Bog'imizda hamma mevali daraxtlar bor. Biz bog'da kartoshka o'tadik, kartoshka o'tib, pomidor chopgani o'tdik. Pomidor chopyapti, esa yoshligini eslab bir o'ynab oldik. Oldin yoshligimizda shunaqa pampa o'ynardik. Sizlar o'ynamidinglar? Porsin deydi uni.
Pam deymiz. Tavba, ikkalamiz ham Buloqboshdamiz. Biz tomonda, ya'ni Uchtepada pam. Bu Naymanda parsin deylar ekan. Olsinjonlar, sizlar ham yoshliginglarda shunaqa loy o'ynaganmisizlar? Sizlarda nima deyilardi? Kommentariyaga yozib ketinglar. O'ynab oxirida loylarni osmonga otib, erim pul ko'p bo'lsa, erim pul shuncha bo'lsin deb otishni boshlasam, xotinjon qilig'ingiz o'ylang, tur undan ko'ra ish qilsa shunda boy bo'lamiz desa bo'ladimi, dadasi? Men ham past ketmadim. Men loy o'ynaymanmi, ish qilamanmi, men bo'lsam bo'ldi, boy bo'laverasiz dadasi desam, to'g'ri aytasiz. Gapingiz rost bo'lsa ish qiling deydi. Yana nima ham qilardi, erkaklarning hammasi bir yo'l. Aytgancha Olsinjonlar, bog'imizda shunaqa sara giloslar ham bor. Undan ko'ra mehmonga kelinglar, bir yayrab ketasiz. Boshqa ayollarga hech o'xshamadik. Nozigoyim bo'la olmadik masalan. Qayerdasan? Kel meni olib ket deyish o'rniga o'z oyoqlarimiz bilan yugura bordik doim. Doim dardlarni eshitdik. Bizni dardimiz yo'q edi go'yo. Gul istamadik, sovg'a kutmadik. Rol o'ynamadik, balki keragidan ortiq samimiy bo'ldik. Shu sababli ham qadrimiz bilinmadi. Nima bo'lsa ham bir joylarda doim bor edik. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onaning ta'rifi-yu mehri boshqacha. Kirsayamki hatto 90-100 yoshgacha ona bor hayotda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab, tunu kun Xudodan baxtimiz so'rab. Onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab, ona bor hayotda yashash boshqacha. Odamda martaba, obro' bo'lsa ham, qo'lida millionlab puli bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, ona bor hayotda yashash boshqacha. Onalar doimo hurmatda bo'lsin, farzandi baxtini albatta ko'rsin, yetimlik dardini azobi qursin. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Yetimlik dardini yetim biladi. Uning bu dunyosi bir kam bo'ladi. O'zidan o'tganini o'zi biladi. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Onangiz umriga umr tilayman. Bir umr tugalmas baxtni tilayman. Onasi yo'qlardan uzr so'rayman. Qanaqa erkak kishi hech qachon boy bo'la olmaydi. Agar erkak kishini ayoli hamisha stressda bo'lsa, u hech qachon boy bo'la olmaydi. Sababi erkak kishiga ayoli energiya beradi va holati bilan bo'lishadi. Agar ayol kishini o'zida energiyasi bo'lmasa, eriga nima beradi? Hech nima bermaydi. Ayol kishi energiyani qayerdan oladi? Ayol kishi sovg'alardan, e'tibordan, turmush o'rtog'idan, albatta pulidan ham. Shuning uchun ham erkaklarga maslahatim, agar boy bo'lishni xohlasanglar, ayolingizga ko'proq investitsiya qilinglar.